Abu Rayhon Beruniy 973-yil 4-sentyabrda qadimgi Xorazmning Koch shahrida tug'ilgan. U o'z ijodi bilan Xorazm fanini yuksak cho'qqiga olib chiqdi. Uning siymosida o'rta asrlar Sharqining qomus-ul ilmi, astronomi, geografi, madanshunosi, etnografi, tarixchisi, shoiri mujassamlashgan. Beruniy qalamidan fanning turli sohalariga oid juda ko'p yirik asarlar chiqqan bo'lib, bu asarlarida uning ana shu sohalarni nihoyatda yaxshi bilgan tadqiqotchi, fanga yangi yo'llar ochgan donishmand bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Beruniy yoshligidan ilmga tashna bo'lgan. Bu haqda "Men bolalik chog'imdanoq" deb yozgan edi Beruniy. O'z yoshim va sharoitimga qarab, imkoni boricha ko'proq bilim olishga intildim. Buning dalili sifatida quyidagini keltirish kifoya. Biz turadigan joyga bir yunon ko'chib kelgan edi. Men har xil donlar, urug'lar, mevalar va hokazolarni olib borib, unga ko'rsatib va bu narsalar uning tilida qanday atalishini so'rab, nomini yozib qo'yar edim. Beruniy Abu Nasr Iroq rahbarligida yoshligidan riyoziyot va falokiyotni o'rganib, 16-17 yoshlaridayoq quyoshning choshgohdan balandligini armila bilan o'lchagan. Oradan 30 yil o'tgach, Beruniy yoshligida o'zi o'lchab olgan natijalarni tahlil qilar ekan, ular anchagina ishonchli bo'lganini ta'kidlaydi. Yoshlik yillarida u quyosh tutilishini kuzatish bilan shug'ullanadi. 22 yoshida Beruniy Markaziy Osiyoda birinchi bor yer globusini yaratdi. O'zidan oldingi ajdodlar qoldirib ketgan ko'plab kitoblarni o'rganadi va bizgacha yetib kelgan turli xalqlarning yil hisoblari haqidagi ilk yirik asari Osorul Qobiya, ya'ni qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklarni yaratadi. Abu Rayhon Beruniy yerning kattaligini o'lchashda yangi usul qo'llab, 1 gradus meridian yoyning uzunligi 111,16 kilometr ekanligini hisoblab chiqargan. Beruniy yerning radiusini o'sha davr uchun aniq o'lchab bergan. Abu Rayhon Beruniy 1048-yili G'aznada vafot etadi. Olim yozib qoldirgan 150 ga yaqin asarlari bilan 14 astronomiya, astrologiya, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, geografiya, arifmetika, tabobat, farmakognoziya, tarix, filologiya va boshqa fanlarning rivojiga noyob hissa qo'sha oldi. Beruniyning betakror ijodi uning vatani O'zbekistonda alohida e'tibor qozongan. Beruniy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti, fan va texnika sohasidagi mukofot 1967-yil 6-sentyabrda ta'sis etilgan. 1991-yil 5-martdan O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti. Mukofot O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan har 3 yilda Mustaqillik bayrami arafasida beriladi. Mukofotlanganlarga Abu Rayhon Beruniy tasviri tushirilgan faxriy nishon va tegishli guvohnoma topshiriladi.